Xo'p, bugungi videomizda sizlar bilan mahsulotlarni, ya'ni omborlar bilan ishlashni o'rganamiz. Omborlar bo'limiga o'tganimizda biza ombor qo'shdik bo'ladi. Bizda mana misol uchun asosiy ombor bor. Asosiy xato bo'lib qopti. Ma'lumotini xato kiritib qo'ygan bo'lsangiz, tahrirlash qilib o'zgartirib olsangiz bo'ladi. Xo'p, yoki yana qo'shimcha omborlar qo'shdik bo'ladi. Endi bugungi ko'rishimiz kerak bo'lgan narsa bu biza omborlarimiz bor. Endi bizda holat bo'ladi. Misol uchun mol kelib tushdi, qaysidir omborga tushdi mol. Uni do'konlarga tarqatmoqchi bo'lasiz yoki shunga o'xshagan holat bo'ladi yoki do'kondan qaytib o'sha asosiy skladga olib borib qo'yishingiz kerak bo'ladi. O'shani ham uchetini olib ketish kerak. O'shani ham hisob-kitobini olib ketish kerak bo'ladi bu platformada. Uning uchun biza ko'chirishlar bo'limiga o'tamiz. Ko'chirishlar bo'limiga o'tib qayerdan, ya'ni Malika omborida bizda mahsulot bor, asosiy omborida hech nima yo'q. O'shaning uchun Malika omboridan asosiy omborga nima mahsulot? Shu iPhone 17 Pro'mizda 98 ta dona bor ekan. Xo'p, soni nechta? Misol uchun 50 tasini qo'shdim. Izoh yozib ketsam bo'ladi. Nimadir test deb qo'yaman. Ko'chirish bo'ldi. Endi omborlarga qaytsam, Malika omborida 48 ta dona mahsulot qoldi. 50 tasi bo'lsa asosiy omborga o'tdi. Endi asosiy ombor yoki Malikani qaysi biridir bossam, qo'shimcha oyna ochiladi. Ya'ni bu yoqda qabullarning tarixi, ya'ni mahsulot kelib tushganligini tarixi ko'chirishlar bo'lganmi yo'qmi? Misol uchun Malika bozordan kirim bo'lgan. Asosiy omborga Malika omboridan bitta turdagi mahsulot kirim bo'lgan. Shu ma'lumotni ko'rsatib turadi bu yoqda. Xo'p, yana qanaqa bo'limlar qoldi? Yetkazib beruvchilarni uni ko'rdik, hamma bo'limlarni ko'rib chiqdik. Qabul qilayotganda o'sha qaysi omborga sotyapmiz, mol kelib tushyapti, qaysi kompaniyadan, Xitoydanmi, Dubaydanmi yoki o'zimizdagi qanaqadir optimchilardanmi, ya'ni kimdandir mol oldingiz. O'sha ko'rsatib ketasiz. Buni ko'rsatdim. Qaytarishlar bo'limi qoldi. Buni keyingi darsda ko'rib chiqa qolamiz. To'liqroq gaplashamiz.